Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugungi video juda muhim. Kvartira, uy, yer uchastkasi yoki ipoteka asosida olingan xonadoni bor har bir inson bu ma'lumotni eshitishi shart. Chunki ko'pchilik mening uyim o'zimniki, hech kim tegmaydi deb o'ylaydi. Lekin amalda hujjatlarda xato bo'lsa, qarzdorlik yig'ilib qolsa, noqonuniy qurilish bo'lsa yoki sud qarori chiqsa, mulk bo'yicha jiddiy muammolar paydo bo'lishi mumkin. Ayrim holatlarda kvartira sotuvga chiqarilishi, undiruvga qaratilishi yoki davlat va sud ijrochilari orqali majburiy choralar ko'rilishi ehtimoli bor. Men bugun sizga vahima tarqatish uchun emas, oddiy odam tushunadigan tilda. Qaysi holatda xavf bor, qaysi holatda xavf yo'q, yangi tartiblar nimani anglatadi, nima qilish kerakligini aniq tushuntirib beraman. Videoni oxirigacha ko'ring, chunki eng muhim maslahatlar oxirida bo'ladi. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosing, chunki bunday huquqiy ogohlantirishlar sizga minglab dollar, yillar davomida yig'ilgan mulk va asabni saqlab qolishi mumkin. Avvalo bitta narsani to'g'ri tushunib olaylik. Hech kim kelib qonuniy sotib olingan, hujjatlari joyida bo'lgan nizosiz kvartirani shunchaki yangi qonun chiqdi deb tortib olmaydi. Mulk huquqi konstitutsiya va qonunlar bilan himoyalangan. Lekin mulk huquqi mutlaq cheksiz degani emas. Agar mulk qarovda bo'lsa, qarz majburiyati bajarilmasa, hujjatlar qalbaki bo'lsa, uy noqonuniy qurilgan bo'lsa, kadastrda muammo bo'lsa yoki sud nizosi mavjud bo'lsa, bu mulk bo'yicha huquqiy oqibatlar kelib chiqadi. Oldin odamlar ko'p hollarda uy-joy masalasiga beparvo qarashardi. Masalan, kvartira oldi sotisi bo'lgan, lekin shartnoma notarial tartibda to'liq rasmiylashtirilmagan. Kimdir ishonchnoma bilan yurib turaman degan. Kimdir qarindoshining nomiga rasmiylashtirib qo'ygan. Kimdir ipoteka to'lovlarini 2-3 oy kechiktirib, keyin to'lab qo'yaman deb yurgan. Kimdir kommunal qarzlarni yillab yig'ib kelgan. Yana kimdir balkon kengaytirgan, podvalni egallagan, umumiy foydalanish joyini o'zlashtirgan yoki yer maydoniga qo'shimcha xona qurib olgan. Hozir esa nazorat kuchaymoqda. Raqamlashtirish sababli kadastr, soliq, bank, sud ijrochilari, notarius, kommunal tashkilotlar va davlat xizmatlari bazalari bir-biriga bog'lanmoqda. Oldin ko'rinmay qolgan qarz yoki hujjatdagi kamchilik hozir tizimda chiqib keladi. Agar sizning nomingizda ko'chmas mulk bo'lsa, unga nisbatan taqiq. Garov, xatlov, sud nizosi yoki qarzdorlik mavjud bo'lsa, ko'p holatda buni endi yashirish qiyin. Bugungi eng asosiy o'zgarish shundaki, davlat organlari va sud ijrochilari qarzdorlik, noqonuniy foydalanish, noqonuniy qurilish, garovdagi mulk va hujjatsiz egallangan obyektlar bo'yicha tezroq harakat qila boshladi. Bu hammaning kvartirasi tortib olinadi degani emas. Bu hujjatlaringizni tekshiring, majburiyatlaringizni bajaring. Nizolarni vaqtida hal qiling degani. Masalan, avvallari odam ipoteka kreditini olgan, 3 oy to'lamagan, bank qo'ng'iroq qilgan, keyin yana kutgan. Hozir esa shartnomada belgilangan tartib bo'yicha bank ogohlantirish yuboradi. Qarz restrukturizatsiya qilinmasa, sudga murojaat qiladi. Sud qaroridan keyin ijro ishi ochiladi. Mulk garovda bo'lsa, qonuniy tartibda undiruv garovga qaratilishi mumkin. Bu jarayon birdaniga bo'lmaydi, lekin odam vaqtida javob bermasa, yakunida kvartira auksionga qo'yilishi ehtimoli bor. Yana bir misol, bir kishi ko'p qavatli uyda yashaydi, birinchi qavatda. U kirish yo'lagi yonidagi umumiy joyini devor bilan o'rab olib, bu mening omborim deb ishlatmoqda. Yoki tom qismiga noqonuniy xona qurib olgan, yoki balkonini yuk ko'taruvchi konstruksiyaga zarar yetkazadigan darajada kengaytirgan. Bunday holatlarda tegishli organlar tekshiruv o'tkazsa, noqonuniy qurilmani buzdirish, jarima qo'llash, avvalgi holatga qaytarish talabi qo'yilishi mumkin. Bu kvartirani to'liq tortib olish emas, lekin mulkka nisbatan jiddiy majburiy chora. Birinchi navbatda ipoteka yoki kredit garovi bo'yicha kvartira olganlar ehtiyot bo'lish kerak. Agar sizda ipoteka bor bo'lsa, shartnomani ochib, kechiktirilgan to'lovlar bo'yicha bandlarni o'qing. Masalan, siz 400 million so'm ipoteka olgansiz, oyiga 4 million 800 ming so'm to'laysiz. 3 oy to'lamasangiz, qarz 1 million 400 ming so'm bo'ladi. Bunga penya, foiz, jarima va sud xarajatlari qo'shilishi mumkin. Odam atiga 3 oy deb o'ylaydi, bank esa buni shartnoma buzilishi deb baholaydi. Agar siz bank bilan gaplashmasangiz, yozma ariza bermasangiz, restrukturizatsiya so'ramasangiz, ish sudga borishi mumkin. Ikkinchi toifa katta miqdorda aliment, soliq, kredit, jarima yoki boshqa majburiy to'lovlar bo'yicha qarzi borlar. Sud qarori chiqqanidan keyin ijro organlari qarzdorning mol-mulkini aniqlaydi. Avval bank hisoblari, ish haqi, avtomobil, boshqa mulklar ko'riladi.
Lekin qarz katta bo'lsa, ko'chmas mulkka ham taqiq qo'yilishi, ayrim holatlarda xatlov qilinishi mumkin. Bu yerda ham hamma kvartira darrov sotiladi degani emas. Lekin qarzdorlikni mensimaslik xavfli. Uchinchi toifa hujjatlari to'liq bo'lmagan, meros rasmiylashtirilmagan. Oldi sotdi ishonchnoma orqali qilingan yoki kelishuv qog'ozi bilan yashayotganlar. Masalan, siz 10 yil oldin tanishingizdan kvartira olgansiz, pul bergansiz, lekin notariusda oldi sotdi qilmagansiz. Faqat ishonchnoma olgansiz. Oradan yillar o'tib, haqiqiy mulkdor vafot etdi. Uning merosxo'rlari chiqdi. Endi ular bu uy meros mulki deb da'vo qilishi mumkin. Siz pul berganingizni isbotlashingiz kerak bo'ladi. Bu juda og'ir jarayon. Shuning uchun uy joyda eng xavfli narsa bu og'zaki kelishuv va ishonchnoma bilan sotib olish. To'rtinchi toifa noqonuniy qurilish qilganlar yoki kadastrga kiritilmagan qo'shimcha xonasi borlar. Siz hovli uyda yashaysiz. 300 sotiq yer hujjatda ko'rsatilgan, lekin amalda 4 sotiqdan foydalanasiz. Yoki hujjatda kattasini kvadrat metr uy, amalda esa bigdardi kvadrat metr qurilish bor. Kadastr hujjatda bu ko'rinmasa, kelajakda sotish, hadya qilish, meros qoldirish, bankka garov qo'yish, rekonstruksiya qilishda muammo chiqadi. Ayrim holatda noqonuniy qismi buzilishi talab qilinishi mumkin. 5-toifa yangi qurilayotgan uy-joylardan, ya'ni novostroykalardan xonadon olayotganlar. Ko'pchilik hali uy foydalanishga topshirilmagan, kadastr chiqmagan, quruvchi faqat dastlabki shartnoma bergan holatda pul to'laydi. Bu yerda xavf juda katta. Quruvchi kompaniyaning yerga huquqi bormi? Qurilish ruxsatnomasi bormi? Loyiha tasdiqlanganmi? Uy qachon topshiriladi? Pul qaytarish shartlari qanday? Bularni tekshirmasdan shartnoma imzolash mumkin emas. Aks holda siz kvartira oldim deb o'ylaysiz. Aslida esa faqat talab qilish huquqiga ega bo'lib qolishingiz mumkin. Agar sizning kvartirangiz notarial tartibda rasmiylashtirilgan bo'lsa, kadastr hujjati joyida bo'lsa, mulk sizning nomingizda davlat ro'yxatidan o'tgan bo'lsa, ipoteka yoki garov bo'yicha qarzdorlik bo'lmasa, sud nizosi bo'lmasa, kommunal va soliq majburiyatlari nazoratda bo'lsa, unda vahima qilishga hojat yo'q. Qonun mulkdorni himoya qiladi. Masalan, siz 2020 yilda kvartira sotib oldingiz, notarius orqali oldi sotdi, shartnomasi tuzildi, kadastrda nomingizga o'tdi, uyda hech qanday taqiq yo'q, ipoteka yo'q. Bunday holatda kimdir yangi qonun chiqdi, kvartirang ketadi desa ishonmang. Faqat hujjatlaringizni saqlang. Elektron bazadan tekshirtirib turing. Soliq va kommunal qarzlarni ko'paytirmang. Yana bir misol. Siz ipoteka olgansiz, lekin to'lovlarni vaqtida qilib kelyapsiz. Oyma-oy kvitansiya yoki bank ilovasida to'lov tarixi bor. Bunday holatda ham xavotirga asos yo'q. Xavf to'lovni to'xtatib qo'yib bankdan yashirishda. To'g'ri yo'l esa bank bilan ochiq gaplashish. Birinchi holat, yosh oila 25 million so'mlik kvartirani ipoteka asosida oldi. Birinchi yil yaxshi to'lashdi. Keyin ishsiz qoldi, 3 oy to'lov qilinmadi. Bank qo'ng'iroq qildi, lekin ular javob bermadi. Baribir hech narsa bo'lmaydi deb yurdi. 4-oyda qarz foizlari oshdi. Bank yozma ogohlantirish yubordi. Agar oila shu paytda bankka borib, daromadi kamayganini tushuntirib, to'lov muddatini uzaytirish yoki vaqtincha yengillik so'raganda muammo yumshashi mumkin edi, lekin ular sukut saqladi. Natijada ish sudga ketdi. Bu yerda asosiy xato kambag'allik emas, muloqot qilmaslik. Ikkinchi holat, bir ayol kvartirani $20,000 ishonchnoma orqali oldi. Sotuvchi notariusga keyin boramiz dedi. Ayol ta'mir qildi, yashadi. 3 yil o'tib sotuvchi vafot etdi. Merosxo'rlar chiqib, uy hali ham marhum nomida ekanini aniqladi. Endi ayol sudda pul berganini, kelishuv bo'lganini isbotlashga majbur. Agar oldi sotdi o'sha kuniyoq rasmiylashtirilganida bunday xavf bo'lmas edi. Ishonchnoma mulk huquqini bermaydi, u faqat vakolat beradi. Bu farqni hamma bilish kerak. 3-holat, hovli egasi qo'shimcha 2 xona qurdi, lekin kadastrga kiritmadi. Keyin uyini sotmoqchi bo'ldi. Xaridor bank ipotekasi orqali olmoqchi edi. Bank baholovchisi keldi, hujjatdagi maydon bilan amaldagi maydon mos kelmadi. Bank garov sifatida qabul qilmadi. Sotuv to'xtadi. Demak, hujjatsiz qurilish faqat jarima xavfi emas, mulkning bozor qiymatini ham pasaytiradi. 4-holat, bir kishi katta kredit oldi, qaytarmadi. Sud qarori chiqdi. Uning mashinasi bor edi, bank hisobida pul bor edi, lekin qarz yopilmadi. Sud ijrochilari mol mulkni tekshirdi. Ko'chmas mulkka taqiq qo'yildi. Ya'ni u kvartirani sota olmaydi, hadya qila olmaydi. Ko'pchilik taqiqni ham kvartirani tortib oldi deb tushunadi. Aslida taqiq mulkni tasarruf etishni cheklaydi. Lekin qarz baribir yopilmasa, keyingi bosqichlar kelishi mumkin. Eng ko'p beriladigan savol:
Yagona yashash joyimni ham olib qo'yishadimi? Bu savolga javob har doim vaziyatga bog'liq. Qonunchilikda ayrim turdagi mol-mulkka undiruv qaratish bo'yicha cheklovlar bo'lishi mumkin. Lekin agar uy garov predmeti bo'lsa, ya'ni siz aynan shu kvartirani ipoteka yoki kredit ta'minoti sifatida qo'ygan bo'lsangiz, vaziyat boshqacha bo'ladi. Garov shartnomasini imzolaganda odam rozilik bergan bo'ladi. Qarz qaytmasa, garov hisobidan undirilishi mumkin. Shuning uchun yagona uyim degan gap garov bo'yicha har doim ham to'liq himoya bermaydi. Yana bir nozik joy, er-xotin mulki. Agar kvartira nikoh davrida olingan bo'lsa, u kimning nomida rasmiylashtirilgandan qat'i nazar umumiy mulk sifatida ko'rilishi mumkin. Masalan, kvartira er nomida, lekin nikoh davrida sotib olingan. Keyin er qarzga kirib qolgan. Bu holatda xotin o'z ulushini himoya qilish kerak bo'ladi. Aksincha ajrashish paytida ham kvartira bo'yicha nizo chiqishi mumkin. Shuning uchun katta mulk bitimlarida turmush o'rtog'ining roziligi, nikoh shartnomasi, ulush masalalari juda muhim. Yana bir masala, voyaga yetmagan bolalar ro'yxatda turgan uy. Odamlar bolalar propiskada tursa, uyni hech kim sota olmaydi deb o'ylaydi. Bu ham har doim to'g'ri emas. Ro'yxatda turish mulk huquqi bilan bir xil emas. Bolaning mulkdagi ulushi bo'lsa, albatta alohida tartib, vasiylik organlari roziligi talab qilinadi. Lekin bola faqat ro'yxatda turgani uchun barcha huquqiy jarayonlar to'xtab qoladi deb o'ylash xato. Yana bir xavf, arzon narxda sotilayotgan kvartiralar. Bozorda narxidan 2000 yoki 3000% arzon xonadon ko'rsangiz, darrov shubhalaning, balki u garovdadir, balki sud nizosi bor, balki merosxo'rlar rozi emas, balki kommunal qarzlar katta, balki uy buzilish hududida, balki sotuvchi shoshilinch qarzdan qutulmoqchi. Arzon uy ko'pincha foyda emas, tekshirilmagan xavf bo'lishi mumkin. Endi eng muhim qism, siz bugunoq nima qilishingiz kerak? Birinchi qadam, kadastr hujjatlaringizni tekshiring. Davlat xizmatlari markazi orqali yoki tegishli elektron xizmatlar orqali ko'chmas mulkingiz kimning nomida, maydoni qancha, unga taqiq yoki garov qo'yilganmi, shularni aniqlang. Agar sizda faqat eski hujjatlar bo'lsa, ularni yangilash, elektron bazadagi ma'lumotlar bilan solishtirish kerak. Ikkinchi qadam, kommunal va soliq qarzlarini tekshiring. Elektr, gaz, suv, issiqlik chiqindi, mulk solig'i bo'yicha qarzlarni to'plab qo'ymang. Kichkina qarz vaqt o'tib jarima va penya bilan kattalashadi. Ayniqsa, uyini sotish oldidan qarz chiqib qolsa, bitim kechikadi. Xaridor ishonchini yo'qotadi. Uchinchi qadam. Ipoteka yoki kredit bo'lsa, shartnomani qayta o'qing. To'lov muddati, kechikish oqibati, penya miqdori, bankning undiruviga murojaat qilish tartibi, garovga oid bandlarni alohida belgilang. Agar to'lovga qiynalayotgan bo'lsangiz, bankdan qo'shmang. Bankka yozma ariza bering. Daromadim vaqtincha kamaydi. To'lov jadvalini qayta ko'rib chiqishingizni so'rayman deb yozing. Arizani 2 nusxada topshiring yoki elektron tarzda yuboring. Qabul qilinganini tasdiqlovchi dalilni saqlang. 4-qadam, uy-joy oldi sotisida hech qachon faqat ishonchnoma bilan cheklanib qolmang. Pulni berishdan oldin notarius orqali mulkni tekshiring. Sotuvchining pasporti, nikoh holati, turmush o'rtog'ining roziligi, kadastr hujjati, taqiq va garov yo'qligi, kommunal qarzlar, meros hujjatlari, sud nizosi bor yo'qligi tekshirilishi kerak. Agar sotuvchi tezroq pul bering, keyin rasmiylashtiramiz desa, bu qizil bayroq. 5-qadam, novostroyga olayotgan bo'lsangiz, quruvchi kompaniyani tekshiring. Yer ajratish hujjati bormi? Qurilishga ruxsat bormi? Loyiha ekspertizadan o'tganmi? Kompaniya oldin qanday uylar topshirgan? Kechikishlar bo'lganmi? Shartnomada muddat buzilsa penya bormi? Pulni qaytarish tartibi qanday? Bularni yozma ko'ring. Og'zaki va'daga ishonmang. Bir oyda kadastr chiqadi degan gap shartnomada yozilmasa, keyin isbotlash qiyin. 6-qadam. Noqonuniy qurilish bo'lsa, uni yashirib yurmasdan qonuniylashtirish imkoniyatini o'rganing. Tuman kadastr bo'limi, arxitektura organi yoki davlat xizmatlari markaziga murojaat qilib, amaldagi tartib bo'yicha qanday hujjat kerakligini so'rang. Agar qurilish xavfsizlik talablariga zid bo'lsa, uni qonuniylashtirishning imkoni bo'lmasligi mumkin. Lekin vaziyatni bilmasdan yurish undan ham xavfli. 7-qadam. Suddan xat ijro byurosidan xabar, bankdan ogohlantirish kelsa, hech qachon tashlab qo'ymang. Ko'pchilik konvertni ochmaydi, telefonni ko'tarmaydi, sudga bormaydi. Keyin men bilmagandim deydi. Sud va ijro jarayonida muddatlar juda muhim. E'tiroz berish, apellyatsiya qilish, kelishuv tuzish, qarzni bo'lib to'lashni so'rash uchun vaqt bor. Shu vaqt o'tib ketsa imkoniyat kamayadi. 8-qadam, barcha to'lov dalillarini saqlang. Bank kvitansiyasi.
Onlayn to'lov skrinshoti, shartnoma nusxasi, ariza nusxasi, qabul qilinganlik belgisi, yozishmalar hammasini alohida papkaga yig'ing. Bugun oddiy qog'ozdek ko'ringan hujjat ertaga sudda sizni himoya qiladigan asosiy dalil bo'lishi mumkin. Agar bankka murojaat qilsangiz, arizada quyidagilar bo'lishi kerak: ism, familiyangiz, pasport ma'lumotlaringiz, kredit shartnomasi raqami, qarz kechikish sababi, hozirgi daromad holati aniq iltimos. Masalan, kredit to'lovlarim bo'yicha vaqtinchalik qiyinchilik yuzaga kelgani sababli to'lov jadvalini qayta ko'rib chiqishingizni, penga hisoblashni vaqtincha to'xtatish yoki qarzdorlikni bo'lib to'lash imkoniyatini berishingizni so'rayman. Bunga ish joyidan ma'lumotnoma, ishdan bo'shaganlik haqidagi hujjat, davolanish xarajatlari yoki boshqa dalillarni ilova qiling. Agar kadastrdagi xatoni tuzatmoqchi bo'lsangiz, arizada obyekt manzili, kadastr raqami, xatoning mohiyati. Siz so'rayotgan tuzatish yoziladi. Masalan, hujjatda maydon noto'g'ri ko'rsatilgan bo'lsa, texnik ko'rik eski hujjatlar loyiha oldingi o'lchovlar ilova qilinadi. Agar sud ijrochidan xat kelgan bo'lsa, darhol ijro organiga boring. Qarzni to'liq to'lash imkoni bo'lmasa, bo'lib to'lash haqida ariza bering. Oylik daromadingiz, oilaviy holatingiz, qaramog'ingizdagi farzandlar, tibbiy xarajatlar, boshqa majburiyatlarni ko'rsating. Muhimi, muammodan qochmang. Qochgan odamga nisbatan tizim majburiy choralarni kuchaytiradi. Muloqot qilgan odam esa ko'pincha qonuniy yengillik yo'lini topadi. Hurmatli tomoshabinlar, bugungi mavzuda eng asosiy fikr shuki, qonuniy hujjatlari joyida qarsiz va nizosiz kvartirani hech kim shunchaki tortib olmaydi. Lekin ipoteka qarzi, sud qarori, garov, noqonuniy qurilish, hujjatsiz oldi-sotdi, meros nizosi, kadastrdagi xato yoki katta qarzdorlik bo'lsa, uy-joy bo'yicha jiddiy xavf paydo bo'ladi. Bugun beparvo qaralgan bitta qog'oz ertaga butun mulk taqdirini hal qilishi mumkin. Men sizga maslahatimni aniq aytaman. Hujjatlaringizni tekshiring, qarzlaringizni nazorat qiling. Bank va davlat organlaridan kelgan xatlarga javob bering. Uy sotib olayotganda shoshilmang, og'zaki kelishuvga ishonmang. Hamma narsani yozma va rasmiy qiling. Agar vaziyat murakkab bo'lsa, albatta malakali yuristga murojaat qiling. Chunki har bir ishning o'ziga xos jihati bor. Agar sizda ipoteka, kadastr, meros, oldi-sotdi yoki qarzdorlik bo'yicha savol bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiring. Men keyingi videolarda eng ko'p uchraydigan savollarga alohida javob beraman. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing, yaqinlaringizga yuboring, kanalga obuna bo'ling. Chunki bitta ogohlantirish butun oilaning uyini, pulini va tinchligini saqlab qolishi mumkin.